Hammaga assalomu alaykum qadrli obunachilar. Ko'pchilik kommentariyada bergan savollardan yana bittasiga javob beramiz. Silif choklashni qanday qilib siz o'rgating deganlarga bugun sizlar bilan shu silif choklashni o'rganamiz. Qani ketdik. Bu birinchi navbatda joyimizni razmerini olamiz. O'zi bu narsa arzimagan narsa. Ko'pchilik razmerlar haqida gaplashadi. Bu razmer sizga kerak emas. Narxi 30 ming so'm turadi примерно eng arzonidan. Liboy 90 graduslik burchakka chiqarib beradi. Chizishni o'rganamiz. Mana chizib oldik. Chizib oldik. Endi buni kesishni o'rganamiz. Kesishda eng birinchi e'tibor beradigan narsalar bitta chap, bitta o'ng qachi обязательно bo'lish kerak. Bo'lmasa qiynalib qolasizlar. Bu birinchi navbatda uzun qachini o'rtasidan bo'lib olamiz. Bu o'rtasidan bo'lganimizdan keyin bir tarafini o'zingizlar xohlagan tarafingizlar udobni chapaqay bilan bu yoq kesiladi, o'ng taraf bilan bu yoq kesiladi. Sizlarga chap yoki o'ng shunga qarab turib kesa olasizlar. Menga o'ng taraf bilan sizlarga chapaqay qachi nimaga kerak deydigan joyga mana. Bu yoq tomonga o'zi o'ng qachi kesa olmaydi, kirmaydi. Endi bunga chap qachi ishlatamiz. Bir taraf kesildi. Bu usulni tashlavoramiz. Xo'p, e'tibor berganingizlar, bu yoq tomoni sizlarga qoldi deganim. Endi kesishga e'tibor berasizlar. Xo'p, shu holatda uch burchak joy qolishi kerak. Yo'q, Toshkent siliflarida, boshqa siliflarda bu joy bo'lmaydi. Bu faqat Namangan silif. Shuning uchun buni orqasiga kesib qo'yamiz. Chiziq olib o'tamiz. Ko'rdinglar, o'ta ideal holatda bitdi. Bitta yaqinroq qilib ko'rsatyapti. Bu choklanish ham o'ta ideal. Bitta masalan, ikkita silifi bir-biriga ulanmagan. Bitta seyli listayasizlar. Bu yoqqa bu tomonidan ham ko'rsatinglar. Xuddi shunaqa chiqadi. Bu yoq ham ulanmagan, bir-biriga silif ulanmagan. Xullas shu holatda kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bizga ko'rsanglar xizmatingizda. Bitta like bosib qo'ying, ishim sizga yoqqan bo'lsa.